Xotin, uylab o'tirma. Endi men jonim bilan Antaliyaga ketaman. Jonim, meni o'ylamasangiz bachalar o'ylang dadasi. Xotin, men bachalarni o'ylab sen bilan qolsam, sen meni urib mayib qilib qo'yasan. Undan ko'ra men bu jonim bilan Antaliyaga ketaman. Bu menga mehr beradi. Menga oy jonim. Xotin sog' bo'lasan, ketdik. Dadasi beradi. Antaliya? Dadasi? Dadajonisi? Voy, tushim akani, Xudoga shukr. Dadajonisi, voy. Yana urmoqqa keldingmi, xotin? Yo'q, urmayman, siz dadajonisiz. Shuncha urganlarimiz uchun meni kechiring. Hay. Hay, endi urmaysanmi? Yo'q, bundan keyin umuman urmayman dadasi sizni, xo'pmi? Hamma ishlaringizni qiling, men osh qilib qo'ydim, xo'pmi? Hay. Cheta xotin ichida bir dardi bormi deyman-da. Men choy dadasi. Rahmat xotin. Osh qanday bo'libdi? Osh zer bo'libdi xotin. O'zi tinchlikmi menga buncha iltifot ko'rsatibsan? Shuni aytsam dadasi tush ko'rinman. Tushimda bir qiz sizni Antaliyaga olib ketayotgan ekan. Siz bizlarni tashlab ketmaysiz, to'g'rimi dadasi? Yo'q, nima? Agar o'ngimda bo'laydimi, shu qizni ham siz ham to'g'ri ayirgan bo'laydim. Ha, nima bo'ladi dadasi? Ichi tomog'im qurdi xotin. Ha, o'zingiz olib beradim choy. Mamollarga qarab keling. Yo, choy-chi. Ra'no, menga qarang, bizlar Antaliyaga ketayotganimizni xotin bilib qolgan. Uyimaki men yana ikkovimiz ham yirtadi kelsangiz, kelma. Tushim makran, yurakina makirgan ekan. Bera keling. Bera sizni. Bera keling.